O'zbekistonda 2 kunda yasaladigan tayyor uy yangiligi do'stlar. Eng qizig'i bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, ya'ni bitta konteynerimizdan shunaqa akalarimiz utublit qilib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib uy yasab berishdi. Bu birinchi xonamiz bo'ladi, bunisi bo'lsa ikkinchi xona bo'ladi. Hamma yo'qlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, hamma yo'qlarni akalarimiz chiroyli qilib, oralariga ya'ni stiklovata, ya'ni shum-pum hamma yo'qni saqlaydigan qilib qo'yishgan. Bunga konditsioner, panditsioner, televizor, milizor, xolasalar hammom tualetli ham qilib berishar ekan. Ya'ni bu ikkiga bo'lingani bo'ladi. Xolasalar mana bu yerda ya'ni bitta xonali bo'ladi. Splashni uzun ketgan bo'ladi. Xolasalar sklatli qilib berishadi. Endi gapni cho'zmaymiz. Usta akamiz, ya'ni Ali ukamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Ali, sizsiz? Charchamaysiz. Ishlar yaxshimi? Mana hozir Ali aytdim. O'zbekistonda tayyor uy yangiligi. Ya'ni ham uy qilsa bo'ladi, ham qorovulxona, ham do'kon, yana nima qilsa bo'ladi? Qo'saqxona qilsak bo'ladi, to'let hammom qilsak bo'ladi. Xolodilnik qilsak bo'ladi. Ko'p narsalar qilsak bo'ladi. Buni yaxshi tomoni ko'chmadi. Bu joyga ko'chirib olsa bo'ladi. Hozir mana bunaqa yo'lni bo'yida uylar, ya'ni yo'l yangilanyapti. Sinoska tushib qolish ehtimoli bor. Ya'ni birorta sinoska tushsa ko'chirib olib ketaverasiz. Ya'ni tikan pulingiz qolib ketmaydi. Shunaqa, yana fundament qo'yish mumkin bo'lmagan joylarga olib borib qo'yish imkoniyati ham bor. Qo'yish mumkin. Xudo xolasa bularda. Xo'p, birma-bir tanishtirsak, qaysidan birinchi bo'lib tanishtiramiz, Ali? Bunimiz 6 metrlik splashniy remont bo'lgan. 580 ga 230, balandligi 230. Bularimiz $1800 vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ha, $1800. Razmeri nechiga dedingiz? 580 ga 230, balandligi ham 230. Balandligi ham 230. To'g'ri, mana bunday, ya'ni dekor plast bo'lgan. Dekor plastdan utublit, penoplast bo'lgan, hammasi o'z qo'limizda. Utublit bo'lsa, mana do'stlar, ahamiyat bersanlar, agar bu narsamiz bo'sh bo'lganda, ya'ni boshqacha ovoz eshitiladi. Bularga o'shanaqa televizor, konditsioner hamma yoq tushadi. Tushadi, hamma joy bor. Xo'p, menimcha buni olgan odam to'kin ulatib olsa bo'ldi. To'kin ulatsa bo'ldi. To'kin ulatib olsa bo'ldi. Qolgani hammaga cho'kib. Endi bunda asosan ichkariga fokus qaratilgan. Tashqiga uncha qaratilmagan. Qaratilmagan, agar zakazga muvofiq qilib beraveramiz. Ya'ni bo'yarni aytib, yangisidan deyilsa qilib beraveramiz. Tunikafon ham o'rab beraveramiz tashqarisiga. Zakazga muvofiq qilib beraveradi tashqarisiga. Yuvib qoladi. Yuvib qoladi. Asosiysi bularimiz qanaqa? Plastik romlarmi? Bularimiz alyumin eshiklarimiz, Legadan zakaznoy. Bu yo'llarimiz alkafon, ali ya'ni prosto ishlamas. Ha, prosto ishlamas, zakaznoy ish. Romlarimiz plastik romlar, ichlarida alyumini bor, 2 qavat oyna, tellamaydi. Sifatli ish. Redpen kompaniyasidan. Ishlatilmaydi. Videoda boshida aytdilarki, men dedi, arzon plastik hamda alyumin romlar qo'ymayman dedi. Bu bo'ladi. Nimaga unaqa deyapsan? Ya'ni alyumin romlarni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz, o'shuning uchun o'shini hisobiga yaxshisidan qo'yamiz deyishdi. Xo'p, keyingisi ichxonamiz, xudo xolasa. Ichxonalik. Bunimiz qanaqa bo'ladi? Ichkari kiradigan bo'lsak. Nechiga nechi bunimiz? Xonalari 280 ga 230, 280 ga 230. Hamma sharoit bo'lgan, televizorlarga antenna kabel, razvedka hammasi qo'yilgan, hamma sharoit tayyor. Hamma yo'q qo'yilgan. Mana televizorlarga ahamiyat bersanlar, hamma yo'q qo'yib qo'ygan. Razvedkani ulavsan ham bo'ldi. Bu endi 2 ga bo'lingan. 2 ga bo'lingan. 2 ga bo'lingan, ixchamroq. Bu nimaga qilishdi o'zi akangiz? Buni bog'ga qilishdi. Yarimi qorovulxona, yarimi bog'ga bo'lishdi. Ha, shunaqa bo'ladi. Ya'ni qorovulxona uy mehmonlar yeb olsa ham bemalol kirsa bo'laveradi. Xuddi shunaqasidan bo'ladi. Aytganimizda utublitlarigacha bo'lgan. Narigi xonasi ham bir xil. Narigi xonasi ham bir xil. Bir xil, shunaqa. Gilam, remontlarda farqi bor xolos. O bitta xonamiz nechiga necha dedingiz? 280 ga 230. 282. Общий размeri? Общий razmeri 6 metrga 245 konteyner razmeri. Konteyner razmeri. Endi ichida incha kam qoladi. Utublit qilingan hisobiga. Ko'pchilik tashqarisiga uncha narsa qilishmaydi. Nimaga desalar endi do'stlar, yaxshi tomoni, do'stlar, ya'ni buni konteyner profil deyiladi. O'zingizlar ham bilasizlar, konteyner profilda yomg'irda, ya'ni suvda, ya'ni dengizlarda yuradigan narsa. Shunaqa. Hamma yo'g'i qichirib neta bunaqa narsalar bo'lmaydigan narsa emas. Lekin bo'yab ber, ya'ni pardoz qilib bersanlar, qilib beramiz, xudo xolasa. Hamma yo'g'i ichida bunimizni narxi nechi? Bu $1900, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Endi ustanovga kerak emas, o'zi bu. Ustanovga kerak emas. Joyini qo'yilsa, o'shga tushirib beriladi. Joyga tushirib beriladi. Xudo xolasa. Endi batga o'tadigan bo'lsa, cho'rni holatda, ya'ni ish jarayoni ketyapti. Ish jarayoni. Bu nimaga? Do'kongami? Bu ko'chma do'konimiz bo'lyapti. Ko'chma do'kon. Oziq-ovqat endi menimcha oziq-ovqat, egasining nimasiga qarab qilinaveradi bu yog'i. Mana oyoqdaylarni ham boshqacha qilib berilgan. Oyoqdaylar linoleum bo'lgan. Oldi polni eshik rom bo'lyapti. Oynaklari 2 qavat bo'lyapti.
hamma yoq. Bu ko'chma do'konimiz. Ko'chma do'kon bo'lyapti. Naryoqda endi eshik, gilamli eshik. Bak, endi showroom ichkari ko'rinadigan Shuni, buni keyin qulaylik taraflari har bitta kulcha razvedkaga kulchatir qo'yilgan. Bittasini tashlab qo'ysangiz, bittasi o'chadi. Hali kuchlanish bo'lmasligini hisobiga qilingan. Har bitta ventilyator, kulchatir hammasiga razvedka qo'yilgan. Bunga aytganimizda o'sha konditsioner ham qo'ysa bo'laveradi. Bo'ladi. Konditsioner qo'ysa bo'ladi. Aytganimizda naryoqda hozir ish qilinayotgan jarayonni ham bor, shuni holatini ko'rsatamiz. Bu ham o'sha 2 qavatli. Bu ham 2 qavatli. Razmeri nechiga necha bo'libchi? Bu 580 ga 230 bu ham. Linium, pelion hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Summasi necha pul bo'ladi? Bu 2200 dollar dastavkasi. 2200 dollar dastavkasi ichida bo'lyapti, xudo xolasa. Endi naryoqqa o'tadigan bo'lsak, do'stlar, sizlarga haqiqiy ishni ko'rsatamiz. Ya'ni bu ichiga solinadigan nima, stiklovatami nimamiz? Bu minivatamiz. Minivata, stiklovata bilan nima farqi bor? Stiklovata. Deyarli farq yo'q. Bunda yaltirog'i bor, bunda yaltirog'i yo'q, shu farq. Vazifa bir xil. Vazifa bir xil. Vazifa bir xil, xudo xolasa. Xo'p, bu ham mana do'stlar, cho'ni holatdagi. Bu nima qilinyapti bunda? Bu hozir karkas to'qilinyapti. Endi stiklovatasi qilinadi, keyin penoplast qo'yiladi, keyin betondan karkas to'qib dekorga tayyorlanadi montajlardan keyin. Chiroyli qilib tayyorlanadi, xudo xolasa. Bunimiz ham o'shaqa ko'chma uy, bitta. Ko'chma uy, ha. Splashni. Splashni. Skilatan qilib beriladi. Skilatan qilib beriladi. Skillatni ham ajratib beriladi. Bunimiz hali skillatimiz o'zimiz. O'zlari haqiqiy skillatlarni. Mana endi mana keladigan bo'lsak, men sizlarga aytganim, ya'ni hammom tualetli. Mana oralariga nima qo'yilayotganiga ahamiyat beringlar. Minivata qo'yilgan. Bu ham shumda, ham issiqda, ham sovuqda. Hamma yoqda o'sha edi. Hamma yoqda o'sha edi. Xudo xolasa. Plastik romlari bilan oyoqdagi ham o'sha konteynerda o'zini poli. O'zini poli, baquvvat poli. Baquvvat poli. Buni o'zi alohida adashmasam kvadratini 80 mingdan, kvadrati 110 mingdan sotiladi. 110 mingdan sotiladi. Ya'ni baquvvat narsa bo'ladi. Shunisiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu hammom tualetli. Ha, hammom tualeti bu. Hammom tualetli mana. Jarayonidan qoldirilgan video uchun ataylab. Cho'nli, ya'ni cho'nli holatda ichini ko'rsating deganlar uchun mana do'stlar. Pomni, ya'ni Decor Plus, undan tashqari stiklovata, ya'ni shunga vata minivata. Penoplast ham qo'yiladi. Oxirida penoplast qo'yiladi. Ha, qo'yiladi. Dekordan oldin qo'yiladi. Dekordan oldin. Bu nimaga? Hammomligi uchunmi? Yo'q, hammomligi uchun emas, soat yana ham ushlashligi uchun. Ha, ya'ni bu ham zakazga qarab. Bu qo'yib beriladi. Обязательно qo'yib beriladi. Обязательно qo'yiladi. Обязательно qo'yib beriladi, xudo xolasa. Bunimiz nechiga necha bo'ladi? Hammomimiz alohida balkon. 4 metr xona bo'lishyapti. O'tiradigan xona. Hammomimiz 230 ga 180 bo'lyapti. 230 ga 180. Ichida unitazi bo'ladi, rakvina bo'ladi, dush aristona bo'ladi, dushoy kabinasi bo'ladi. Bu 2200 dollar bo'lyapti. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan. Xo'p, necha bo'ldi? 2200 a? 2200 dollar. 2200 dollar, xudo xolasa. Do'stlar, kimgadir shunaqa ko'chma, ya'ni buni yana bitta narsa ko'pchilik so'rayapti, hali 2 etajli ham qilib berasizmi? Qilib beramiz. Zakazga qarab, laboratoriyada qilib beramiz. Bu necha etajgacha qilsa bo'ladi? 2 etaj normal. 2 etaj yana ko'taradi. 3 etaj bo'lmagan, o'zi 2 etaj normal. 2 etaj normal. Ichida yo'llar qilib beriladi. Hozir bu narigi tayyorlarimiz bor-ku, gilomlarigacha solib qo'ygansiz. Ko'pchilik so'raydi, gilom, palos, hamma yo'q ichida. Hamma yo'q, shu turish sotiladi. Xudo xolasa. Do'stlar, ukamiz nomerlarni pastda qoldirdik. Manzilimiz sanishtiradigan bo'lsak, Farg'ona viloyati qayerda? Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek savdo kompleksidan 500 metr Yangiqo'rg'on tarafga yurganda. Ya'ni orientirimiz shunaqa. Orientirimiz shunaqa. Yo'lda bo'yida, ya'ni do'stlar, o'z konteynerdan terilgani, endi bular sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Ya'ni ichkarida, ya'ni shlaka blok deyshadi. Shlaka blok sexa bor. Xudo xolasa, ukamiz nomerlarni pastda qoldirdi. Iloji boricha qisqa, yog'li, sizlar so'ragan savolga javob berishga harakat qildi. Agar sizlar o'ylagan savolga javob bermagan bo'lsa, ukamiz nomerlarni pastda qoldirdi. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. SNG bo'yicha ham dastavka qilib berilaveradimi? Qilib berilaveradi. Xudo xolasa, kelishilgan holatda. Xohlagan turlarida, xohlagan zakazlarni qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.